Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabı dersimizin devamında bugün Muaviye radıyallahu anh'ın bir kısım siyasetleri hakkında konuşup çıkmakçı. İbn Abi Dünya İbn Asakir Ceblet ibn Suhaym degan kişi rivayet kılgan bir mezmunda bu kişi deydi men Ebu Süfyan'ınki halifelik devirde bu kişininki zor kirgen edim dedi. Boyunda bir tana çigilik bir küçük bala götlep yürüydü de sonra hayran kalıp sordum. Oy Emirul Mu'minin bir halife durup müstaq kılamla müstaq boy maqıldamla desem oy ahmaq jimto Peygamberimizdeki mundaq deganligini anlagan edim. Kimning küçük balası bolsa şu adam balaga küçük bala ulap bersin, yani oynaş bersin deb shundaq degan dedi. Lekin İbn Sakir rahmetullahi alayh bu hadisni garip hadis deb tushundigan. Ama Ömer ibn Hattab radıyallahu anh'ınki bir sözü bu hadisne tasdiqlaydı. Bu boşuma ailede şu küçük balalar tamamda küçük bolaş, lekin sırtta özüne layık yürüyüş mezmununda bir sözü kıyganında. Şimdi kalgan mezmunu kaptı. Şu ailede küçük balalardan küçükçe buluş gerek, balalardan oynaş, bu İslam'daki edep, ahlak kaidelerinden biri. Ama sırtlarda yani uylik kılıp tenteklesi yana olmaydı. İbn Abi Şeybe Musannif namlı kitabında Şu'be degan alimdir rivayet kılıp Kureyşlerden bir yaş bala Muaviye radıyallahu anh'ın huzuruna kirib qo'pol gapida shuni bilan Muaviye debdi ey qarindishimning bolasi yani bir cemaat biz bir tuqqanlar seni men bundaq sultanlarga podshohlarga bundaq muomala qilishingni men seni cheklayman bu sultan degan kichik bolaga o'xshash ochiqlaydigan bazı vaqtida mushu shir yo'lbosga o'xshash muomala qiladigan ishlab bilan yurib ishtirok qilinadigan mushtaq mijozlik odamlar man qilgan bu qilqanni bular ham bunday qilib qolma deb shu nasihatni bergan. Imom Shofiy rivoyat qilgan yana bir mazmunda Ziyod ibn Abi bu islomdagi eng chong qo'mondon dahiylarniki biri. Bu kişi deydi men bir odamni vali qilib yani ishlatgandim deydi. Bu Xurosonniki butun Xuroson o'lkasiga ayni vaqtda bosh Umayylarniki valisi bo'lgan. Ali radhiyallohu anhu davridan vali bo'lgan bu odam. Bir odamni o'zim bir ishlatdim deydi, ma'lum bir o'lka viloyatligimda vali qilib. Bu odamniki topshirdigan xiraji davlat topshirdigan hamda xiroj nihoyatda yuklanib ketdi. Ba'mi topshirmadi. Shuning bilan mening jazolashimdan ensirab darhol Muaviyani qaçıp ketdi Damashqqa. Muaviyaga xat yozdim. Buning ma qilgan qiliqi men tarafdagi odamlarga nisbatan yoki mendan yuqori odamlarga nisbatan bu adabsizlik, ya'ni buning qilgan ishi menga emas, sizga qilgan adabsizlik demoqchi bo'lsa kerak. Degandan keyin Muaviya men xat yozibdi deydi Ziyod. Shuning bilan ey Ziyod endi ikkimiz birli siyosatni qo'llansak bo'lmaydi. Biz ikkilayimiz tan yumshoq yavash bo'lib ketsak da bo'lmaydi. Xalqlar gunoh ma'siyatga cho'kib ketadi. Biz tan qattiq qo'l bo'lsak da bo'lmaydi. Ishlarni o vaqtda yomon ishlarga majburlab solamiz. Sen qattiq qo'pol muomalani qilsan, yoki ching tutib qattiq boshqursan, men yumshoq, muloyim boshquraman. Demak bu bizniki siyosatdagi tutup mağa bizden yolumuz mu şu bulaş gerek deb şu tushunchani bergan. Imom Shofiy rivoyat qilgan bir mazmunda Muaviyaniki mundaq deganligini anglagan edim dedi. Har qanday bir millat, qavm yoki ummat bir tapriqchilik yuz berdi ekan bularning ichida. Shu ahli botillar, nohaq odamlar adolatparvar, haqiqatparvar odamlarningki ustiga hokim bo'lib oladi dedi. Lekin bu ummat unday emas. Bu musulmon ummat unga o'xshamaydi deb shunday degan. Lekin bir ümmetni tapriqchilik bosgan vaqtida umumyuzlik şu ümmetni bir ahli botillar siyosat yurgizisi kerak. Bu bizniki bu bugungi zamonimiz shunga tipik misollardan bizga bir ulga bir o'rnak bo'la oladi. Endi 3 beytga 300 ming dirham mukofot. Bu qanday vaqa biz baqaylar. Tuyuriyat nomli kitobda Sulaymon al-Mahdumi degan kishidan rivoyat qilingan bir ma'lumotda Muaviye kişilerge umumizlik izni ruhsat beripti. Bir mecliste çoğun bir sorunda bir kurultay, bir meriki bulab. Bu adam depti,
Arablarniki mana eng mashhur 3 beytini mana bir deklamatsiya qilib turinglar. Her beyt, yani her bir misra, aşırdaki her bir misra özü yakka bir ma'no bildirsin. Bir uqumni bildirsin deb. Hammalar jim sukutda Abdullah ibn Zubayr oldiga chiqib mundaq debdi. Mana Muaviya, mana Arablarning eng gapdani, eng zuvandaraz allamisi Abu Hubaybdir dedi. Abu Hubayb kunyasi. Hubayb degan Abdullah ibn Zubayrning bolasi endi. Shundan Abdullah ibn Zubayr dedi, nima ish va degan qana. Degandikan Muaviya dediki, Arablarning eng mashhur shoirlaridan mana 3 beytni, 3 misrani mana deklamatsiya qilib bersa, her bir misra o'zi yakka o'zi oldiga bir ma'noga, hukmga ega bo'lishi kerak dedi. Deb bo'lib 300 ming dedi. 300 mingni bersanda dedi. Mukofotda Muaviya 300 mingga arzimdi dedi. Deganki sen ixtiyor. Sen o'zingni aytdi yetarlik voyaga yetkazib va'dangga olib qildigan odam deb uchiradi-da Abdullah ibn Zubayr. So'rildi. Uchirgan ekan, ikkala ashirani o'qiy dedi. Shuna Abdullah ibn Zubayr Affahul Avdiniki tuvandiki she'rini o'qib berdi. Affahul Avdi o'zi Yamanniki eng donliq shoirlardan o'zini aytdi. Arablarning ichidagi chiqqan ayt katta palvon, qo'mondan. Jahiliyatda o'lib ketgan, payg'ambarimizga payg'ambarlik kelishdan burun dunyodan ketgan. Ammo buning aytdi nurg'un she'rlar bor. Arablarda hozir qadar buni aytdi mashhur. O'ziniki she'riy talantda, aql, zakiligi, parast bilan kishilarni aytdi yaxshi boshqarish, bir qiyodat siyosat ilmidagi mashhurlik bilan aytdi. Arablar tanilgan. She'rniki shu Nesri tarjimasi bilan bilib o'taylik. Bu Affahul Avdi degan Yamanlik bu jahiliyat shoiri mundaq debdi. Kishilarni asr sinab baxtim dedi. Bu dunyoda aldamchi odamning o'shikini keltirdigan odamlar ham ko'rdim. Deganki Muaviya, ras to'g'ri debdi. Degankin Abdullah ibn Zubayr mundaq debdi. Dunyoda eng ig'ir odamga ig'ir tuyuldigan ish shu boshqalarni 3 kurish yoki boshqalarniki 3 milliki aytiliqi ig'ir tuyuldigan bir voqelik ishlar debdi. Degandan Muaviya ras to'g'ri debdi. Degandan Abdullah ibn Zubayr 3-beytni o'qibdi-da misrani. Men hamma narsani ta'min etib baxtim, ammo mush kishiga muhtoj bo'lish, mush tilamchilik qilishdan ochiq ta'min yo'q ekan debdi. Degandan Muaviya ras to'g'ri har bir misraniki ona aytib farqli bir mazmunini aytib mo'l bo'lgan, ma'nilik bo'lgan she'r deb darhol bu odamga 300 ming dirham mukofotni bergandi. Endi Madinaning shu vaqtdagi valisi Marwan ibn Hakamning Muaviyaning o'g'li Yezidni xalif qilish uchun shu munbarda so'zlagan nutqi. İmam Buxoriy, İmam Nasai, İbn Abi Hatim o'z tafsirida bir necha sanad yo'llardan rivoyat qilingan bir mazmunda Marwan Madinada nutq so'zlabdi-da, o shu vaqtida Hijozninki Muaviya tarafidan belgilangan amir valisi ekan. Hijoz, Makka, Madina, Toyib taraflar. Bu odam mundaq debdi. Alloh taolo Amirul Mu'minin Muaviyaniki balasi Yazidda bir to'g'ri bir qarashga keltiribdi Muaviyani. Buni chiroyli ko'rsatdi-da. Agar u xalif qilib qo'ysa, uni Abu Bakr Umarmi xalif qilgan, boshqalarni saylab qo'ygan. Chunki Abu Bakr Umarni nomzod ko'rsatib saylaganda, bu Abu Bakr Umarning yo'li bu debdi. Deganki Abdurrahmon ibn Abu Bakr, yo'q. Bu Herakli va Qaysarning yo'li tutmangan yo'li. Abu Bakr o'zining balasini xalif qilgan emas. Yoki oil tavobotidan birisini belgilab qo'ygan emas. Muaviyaning bu balasini xalif qilishi o'zining balasini ozg'anlikdan boshqa narsa emas degan. Marwan shuning bilan ochiqlab debdiki,
Sen dadısıga o fillekuma vay izzet oy qo'yinglar sizlarni deb ota-onasini qaqshatgan odam emasmi? Sen shumi emasmi deb tushiribdi. Deganki Abdurahmon debdiki, Payg'ambarimiz sening dadangga la'nat qilgan la'natkorning bolasi emasmi debdi. Bu bo'shtumida hamda. Hamda Marvonniki dadasi keyin musulmon bo'lgan sahobalardan hisoblanadi. Rasulullohning eng oxirgi umrlarida. Rasulullohning la'nat qilganlik to'g'riliq bir hadis rivoyat qilindi, lekin bu hadislar asosan kuchli sahih emas. Buningda ba'zi hadis olimlari bularning o'zi maqsad emas, bularningki keyingi davrdagi shu bolalarga maqsad qilingan bo'lishi mumkin deb bunda ta'villarni qo'ygan. Shunda Oysha roziyallohu anha debdiki, Marvon yolg'on aytibdi. Bu oyat o fillakuma degan bu oyat, ota-onasini qaqshish haqidagi bu oyat o Abdurahmon haqida tushgan emas, lekin o Falonning bolasi falon haqida tushgan dedi. Buni men yoshroq dedim. Lekin Payg'ambar alayhisolatu vasallam Marvonning dadasiga la'nat o'qiganligi rost. Marvon shu vaqtida dadasiniki sulbida, vujudida edi tug'ilmagan vaqtlar. Marvon Allohning la'natidan to'ralgan deb bundoq degandi. Marvon mu sahobalar to'g'riliq biz hech qanday salbiy fikrda bo'lmaymiz. Ammo sahobalarniki hammasi bir qilibda emas. Bunun dərəcəlikdir var, bularnınki içində xata çıxqanlar var. Lekin umuman bularning hammasini Allah özü razı bo'lgan kişiler. Bularnınki xatalıq, doğruluq biz heç qandaq bir söz, fikir qilish erkinligimiz bizning imonimizga taqshilgan emaslar. Qolgan Allohu a'lam. İbn Abi Shayba Musannaf nomli kitobida Urudda rivoyat qilgan bir mazmunda Muaviyaniki bir so'zni bayon qilibdi. O tajribasiz odam muloyim bo'lmaydi. Yoki odamlar kang qo'saq bo'lish uchun cho'qim bir odam yashab, bir tajriba qilib hayotida bir tajriba hayot bo'lish kerak. Ondan odamning kang salmoq, kang qo'saq bo'g'il bo'ldi deb shu so'zni qo'ygan. Endi arablarning ichidagi ham aqlli, zaki. Shundaqla bu arablarning ichidagi dono hakimlar, so'zchilar, to'rt bular. İbn Asakir Şu'bida rivoyat qilgan bir mazmunda arablarning dohisi 4 dedi. Birinchi Muaviya, ikkinchi Umar ibn As, uchinchi Mughira ibn Shu'ba, to'rtinchi Ziyad ibn Abi. Ammo Muaviyaga kelsak, kang qo'saq, tamkin, salmoq bu jihatda. Ammo Umar ibn Asga kelsak, nayt ig'ir, qiyin, mushkulat masalalarni hal qila oladi. Kallasini zakr yeshalaydi. Ammo Mughiraga kelsak, zehni nayt o'tkir, turib qolmaydigan, har qanday qiyinchiliklarga chora topa oladigan bundan badiiy va tabiiy aqlliga zaki. Ammo ziyodga kelsak, cho'ng kichik har qanday ishlarni o'zinki o'tkir aql bilan bir taraf qila oladigan kishi deb qaragan. Bu yerda kichikina bir kulkili voqelikni ko'rsatib qo'yadi. Ustozimiz doktor Habibulloh To'xti hozir javob aqlli, zaki odam edi. Bu bir masalaga chiqib bir qatam shunaq degan. Shu dunyoda Alloh taolo 4 notiqni yaratgan deb. 4 notiq aqllining ichida birsi Hajjaj, yana birsi men deb bir kulkilik bir chaqchaqni qo'ygan. Shu gap esimizga kelyapti. Adimsi ustozimiz aytdi, zaki, aqlli, hozir javob kishi edi. Yana bir rivoyatda Ibn Asakirninki mazmunida qozilarmi 4, dahilarmi 4 arablarning ichidan chiqqan. Ham qozilarga kelsak, Umar, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Sabit sahobalarning ichidagi bo'lib arablarning ichidagi eng dongli qozilar, odil sotchilar. Ammo eng dahi aqlliqlari Muaviya, Umar ibn As, Mughira ibn Shu'ba, Ziyad ibn Abi degan kishidir. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.